Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yolga çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水里小英雄就是我们，水里小英雄就是我们。大家在睡觉，大气粉碎，是讲世纪。Ağzımda kandak düşürüşünü bilmeymen. 水里小英雄就是我们，水里小英雄就是我们。 Bizga uxlash kiyimli gelmedi. Hammasi poyezdning xatolig'i. Tez miyavla, tez miyavla deyman. Nimaga bunda hayajonlansan Emma? Çünkü bahçede bekim qaltis bir yana uskana bor. Yana bahçedagi uchar poyez. Men tunagan ularni sinab qilayotganini ko'rgan. Surati bekmi tezkan, xuddi osmonda uchayotgandeklar. Menmi tez suratga amroq buni bilasan-ku. Ho! Oh, hammalarni uchar poyez o'ldirg'isi bo'lgan. Çünkü o degan dunyodagi eng tez poyez. Mayli, sen o'ldirib baqqan. Hoy, biz avval kelgan tursak, o'chirib turing. Oh, Emma. Hanımlar, efendiler, oğullar, kızlar, hazır bahçemizga uçar poyez. Hop. Yok durdu o. Ne bo'ldi? Oh, onun yo'qolib ketishi mumkin emas. Mening onun o'ldirib uchib baqqim bor edi. Biroq shundoq cho'ng poyezmi yo'qolib ketamdi. Ha? Poyez relsda maqdigandi. Bu rels mushundaq agri-bugri tursa, uning ustiga yipiqalat aylandi ekan. Undaqda o qandaq relsdan chiqib ketib, davomliq meni bitib yo'qolib ketgandi. Oh, yaqiranglar. Qarmoqqa texmi ko'p rels boda qiladi. Biroq hozir yo'qolib ketibdi. Agar poyezdning relsi yo'qolib ketsa, undaqda buni cho'qim kechida harakat qiladigan ablah qilgan. Uxlash kiyimlik azmatlar biz atlanaylik. So'ngra bir kechiga qutulamiz dunyoni. Shaharda har kuni kechida azmatlarni tarkib topgan bir atrof taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Berri bo'lsa, men patlıcık balvan. Ya! Konno bo'lsa, men müşk yigit. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Biz uxlash kiyimlik azmatlar. Tezroq bulayli burkut aeroplan qoldiramiz. To'xtab tur, müşk yapılaq qiz. Biz hali relsni cho'qim yer yuzidan izlashimiz kerak. Rost. Kepan o'g'irlik nafaqasini izqib baqamikin degan. Bo'ldi. Meninkiga o'ltiraylik. Müşk mashinani men bilaman. Uning toqati to'q bo'pti-da. Tezroq bo'linglar, mangayli. Qaranlar-chu, hech nima yo'q-ku. Oldirma, müşk yapılaq qiz. Bu yerda poyez relsning izi bor ekan. Esingdimi? Shunga uningga egasanglar poyezni cho'qim topa olamiz. Shunday mayli, tez mayli. Bu Romeo'ning tajribaxonasimi? Qaramoqqa bek o'xshaydi ekan, lekin u hamma yerda uchib yuradi. Balkim bu yerda. Ko'pchilik Romeo'ni o'ylamanglar. U tajribaxonada turib poyezni qanday haydayalaydi? Biz uning kimligini aniqlashimiz kerak, mayli. Maylamsa. Izi yo'qolib ketibdi. Biz endi uni qanday izlaymiz? O'tkir kes. Aldida bir narsa borligini ko'rdim. Uning surati bek tezgan. Dal shu poyezga qanday? Uning suratini bek tez degandimmi? Kimni haydayotganligini ko'rib boqaydi. Romeo! Yaxshimisizlar, uxlash kiyimlik azmatlar. Biz boyla sening tajribaxonani haydaganingni ko'rgan-ku. Uning ishchinikisi men emas, hech kim mening tajribaxonamni haydigani yo'q. Uningdek qoshli ko'rilgachga o'zi uchib chiqibdi. Biroq yilimi yaxshi bu tez poyez bo'lib qolgachqa men uniga yetishib oldim. Biroq bu rels nereden keldi? Nihoyat oddiy. Buni hammasi men ijod qilgan rels yasash yordamchisining karomati. Mayli nayli bo'lsa rels yasay oladi. Ha, qarmoqqa bak qoltisga. Texmi qoltisi yeri. U poyezning orqada relsni to'xtamay yig'ib turdi. Biroq sen bu poyezga muhtoj emas, Romeo.
Biz sana yardım qilib tajribaxonaga yetişalaymiz. Ha, xuddi meni tajribaxonam bo'lg'achqa menga poyezd kerak emas deb gap qilsan-ku, mumkin emas. Tajribaxonaning soyimini bo'lg'achqa men bu poyezdning sur'atini texmo oshirib dunyodagi eng tez eski odamga aylana olayman. Voy, ha, mening tajribaxonam bu yer ekan-ku. Ha. Xayr, xo'sh, uxlash kiyimlik azmatlar. Qarag'anda poyezdga chiqolmaydigan o'xshaysizlar. Biz onun tajribaxonaga yetishilishini to'sib, onun poyezdni xatarda qoldirishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Sehra, mush yapla qiz. Biz keldik, Romeo. Avtomatik haydash holati. Wow, nima degan yaxshi. Bu poyezd yoqqada qoldi-ket. Sen yetişib olay deb qoldim, kapsiz ablah. Uxlash kiyimlik azmatlar surati intayin osti mush mashina haydab, menga yetisholmaydi. Amisi boshlaylik, birodarlar. Biz Romeoni to'saylik. Tandasiz bir qaniti. Mush yapla qiz. Qushlari ham bo'lib ketgan tasli qoldim. Rahmat mushkiga. Aldırma mush yapla qiz. Amaliyotni biz qila olamiz. Ey, biz uningga osta yiqilishaylik, to'limi osta. Biz qasdi yiqilishimiz biz hozirmi ayli? Mush yapla qiz. Nayishni bo'lmadi. Uxlash kiyimlik azmatlarning poyezi bo'lishi mumkin emas, to'g'rimi? Eng yaxshisi yanada jazmlashtirib Kechiringlar, birodarlar, Romeo bizning poyezd ekanligimizni payqab qopti. Hech qisi yo'q. Yangi plan shuki, uchimiz birlikda uning kayniga o'taylik. U hargizmi bizni bir vaqt to'siyamaydi. Bo'ldi, 3 ni sanayman. Biz birga sakraylik. 1, 2. Birodarlar! Yo'q, to'xtab tur. Nemish qilmish yigit bilan patma-chiq polvondan gapga kirmagandim men. Romeo tajribaxonaga yetishib olay dedi. Buning hammasi mening aldiraqsonligimdan bo'ldi. Mushga bulib qiz. Hech nima bo'lmagan. Hech nima bo'lmadim. Biroq bekmi xijilman. Sizlar doim planni pishirib qo'yganda men yolg'iz sakrab chiqaman. Shuning bilan plan mag'lub bo'ldi. Hech qisi yo'q. Sen poyezdga o'ltirib bek hayajonli Mashinadan ketibsan. pulg'i o'zim taqobil turay. Darajdan tashqari qudratli qo'l. Biroq hozir mening bir amalim bor. Uning unum berish uchun men cho'qim saqlab turishim kerak. Uxlash kiyimlik azmatlarni o'tirg'i chiqadigan vaqti bo'ldi. Ha, sizlarning mush yer ishgarligini biladimi uxlash kiyimlik azmatlar? Biroq ancha uzun turolmaysizlar. Tezroq seni qanday qilmoqing bo'ldi? Biz poyezdni to'xtatishimiz hamda bu ishni birlikda qilishimiz kerak. Mushki yigit, sen sakrab chiqib daraxt shexini yeb tushgin. Patma-chiq polvon, sen reys yordamchisidan yana o'malab bag'in. Ma'qul, men tushundim. Keyingi ishlar menga qoldi. Oldi bilan daraxt shexini sana beraman. Sen uni reys yordamchisining ichiga tiqib, uni davomli menga maydigan qilib qo'y. Shunda bu poyezd Romeoning tajribasiga menga yetishmaydi. Bu haqiqatan yaxshi chora ekan. Meningcha cho'qim asqatidi. Undaqda men saqlayotgan vaqtda ishkanlar mush ishni qilinglar. Atlaylik, uxlash kiyimlik azmatlar. Esonda chon tutmush yapala qiz. Aldiraqsonlik qilma. Neva san keldi mushkiga git saqlash kerak. Shunda qildiganligimni bilasizlar. Ha, bo'ldi, mening reys yordamchim. Texmi köpreliz. Mushuk tangdasiz sakrashi. Bo'ldi. Endi navbat menga keldi. Bu qanchalik ishdi? Sen haqiqatan qo'lsiz ish qilding. Nima? Qo'lingni tut, uxlash kiyimlik azmat. Bak kechikdan Romeo. Patma-chiq polvon bu reys yordamchisini tez to'sqin. Yo'q.
tutish taxisi. Ammo ular meni tutmaydilar. Men qila oldim. Daridan tashqari qudrat. Ko'rgansan, Romeo. Men senga yordam qilib uni yetishtiraymiz degandim-ku. Mening tajribxonam bak yaxshi bo'ldi, bak yaxshi bo'ldi. Men poyezdni tashlatgan taqdirda, lekin seni menga tashlatmayman, mening tajribxonam. Endi bu poyezdni uyiga olib qo'yaylik. To'g'ridagi hammaylar buningda xo'sh bo'ladigan bo'ldi. Men kelar qatim sizlarni cho'qim yig'man uxlash kiyimdagi asmatlar. Onimish qayerda rahmatmi deb qo'ymaydi. Ansirma Fatmuchuq polvon. Biz bu uchar poyezdni qutuldirib oldik. Uxlash kiyimlik azmatlar. Biz birlikda tantana qilaylik. Har bir tilagida qutulib dunyoni. Tez kelinglar. Vaqt o'shay dedi. Garchi men bir qitim o'ltirib boqqan bo'lsam-mu, biroq yana bir qitim o'ltirishga bek oldiryapman. Wow. Sizlar chiqinglar. Rosmo, rahmat senga. Sen saqlashga rozi. Obdanroq ko'zlaninglar, uni surti bekli tez.